Inson o'lganidan so'ng bu dunyoda eng muhtaram va aziz bo'lgan holatidan endi hamma yuz o'girgan, dafn qilinganidan so'ng unutilgan bir jonsiz jasadga aylanadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: qabr yo jannat bog'laridan bir bog'cha bo'ladi, yoki do'zax chuqurlaridan bir chuqur bo'ladi. Termiziy rivoyati. Qur'onda aytilgan har bir jon o'limni tatuvchidir. Oli Imron surasi 185-oyat. Inson vafot etganida uning ruhi tanasini tark etadi. Agar u solih banda bo'lsa, maloika rahmat bilan tushib uning ruhini yumshoq sug'urib oladi. Agar fosiq bo'lsa, ruhini qattiq tortilgan holda chiqaradi. Bu paytda tanada qiyinchiliklar boshlanadi. Ko'zlar ochiq qoladi, jon chiqqani bilan tana qotishni boshlaydi. Qabrda insondan so'raladi: Robbing kim? Dining nima? Bu zot Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida nima dirding? Kimki dunyoda tavhid va sunnat asosida yashagan bo'lsa, Alloh unga sobit javob berishni oson qiladi. U qabrda tinch, jannat shamollarini his qiladi. Kafani jannat libosiga almashtiriladi, qabri keng qilinadi. Shirk, bid'at va gunohlar bilan yashagan bandalar uchun qabr tanani qisadi, azoblaydi, qiynaydi. Kafani qabri o'tga almashtiriladi va do'zaxdan joyi ko'rsatilib, dahshatda qoldiriladi, azob ichida to so'nggi qiyomat kuniga qadar. Qabrga qo'yilgan inson tanasi asta-sekin avval qotadi, keyin shishadi, so'ng chirigan holda suyuqliklar chiqaradi, keyin esa butunlay po'stloq suyak qoladi. Bugun dunyoda chiroyli liboslarda istagan ishni qilib turibmiz. Ertagachi qayerda bo'lamiz? Hayotimizmi, mamotimizmi bilmaymiz-ku. Bugun amallarimiz bilan qurayotgan uyimizga ertaga albatta qaytamiz.